Assalomu alaykum. Argis Pro darslarini davom ettiramiz. Bugungi darsda statistika va diagrammalar bilan ishlab ko'ramiz. Biza Excel dasturlarida statistik ma'lumotlarni olsak bo'ladi. Masalan, summasini chiqarish, maksimalni, minimalni yoki hudud bo'yicha yoki qanaqadir kategoriya bo'yicha sonlarini, summasini chiqara olamiz. Xuddi shunaqa bugun biza Argis Proda shu ishlarni bajarishni ko'rib o'tamiz. Misol uchun mana bu yerda menda issiqxonalar nomli qatlam bor. Ichida atribut ustunlari bor. Bu atribut ustunlarini ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda biza klassifikatsiyasini ko'ra olamiz. Misol uchun bizada o'sha viloyat bo'yicha mana bo'lingan, ya'ni hududlar. Tuman bo'yicha ham xuddi shunaqa ma'lumotlarimiz bor. Undan tashqari ayrim atribut ustunlarini ham turlarga bo'lganmiz. Misol uchun issiqxona turi, gidroponika va tuproq ekan. Sabzavot turi ham kiritilgan mana. Xo'p, xuddi shunaqa boshqa atributlarda ham turlarini ko'rishimiz mumkin ekan. Misol uchun bu yerda biza maydoni bor. Demak, maydonni ochamiz. Mana bu yerda maydoni. Maydoni bo'yicha agar summani ko'rmoqchi bo'lsak, mana bu yerda Visual statistikni bossak bo'ladi yoki Explore statistik. Birinchi Explore statistik bilan tanishamiz. Explore statistik deganda o'sha ko'rsatib beradi, minimali qancha, mana bu yerda maksimali qancha va oxirigacha olib borsak barcha ma'lumotlari bor, summasi, ya'ni 5169 gektar ma'lumot kiritilgan ekan. Xuddi shunaqa biza boshqa ma'lumotlarni ham bemalol ko'rsak bo'ladi. Masalan, Visual statistikni bosadigan bo'lsak, bizada bu ko'rinishda chiqarib beradi, mana. Endi agar biza masalan select qiladigan bo'lsak, issiqxona turi bo'yicha gidroponikani select qiladigan bo'lsak, bu yerda o'zgardiki, mana 5169 gektardan 867 gektari gidroponika ekan. Xuddi shunaqa statistik ishlarni amalga oshirsak bo'ladi. Endi buni men jadval ko'rinishida chiroyli chiqarishim kerak. Qanaqa qilsam bo'ladi? Masalan, deylik, viloyat bo'yicha men maydonlarini chiqarishim kerak. Uning uchun biza sichqonchaning o'ng tomonini xohlagan joyga bosib summarize ni tanlaymiz. Summarize da mana statistic field bor, case field bor. Masalan, statistic fieldga object ID bo'yicha count'ini chiqaramiz. Deylik, sonini hisoblamoqchimiz va maydoni bo'yicha summasini chiqarmoqchimiz. Buni viloyat kesimida ko'rmoqchiman deylik. Mana viloyat kesimida. Xo'p, avval men buni clear qilib olaman. Mana OK ni bosadigan bo'lsam, menda jadval hosil bo'ladi. Demak, jadvalni ochib ko'ramiz. Open deydigan bo'lsak, mana viloyatlar bo'yicha qancha ma'lumot borligi mana barchasi ko'rsatilgan. Demak, count bilan frequency bir xil bo'ladi. Demak, areasini ham mana bu yerda ko'rishimiz mumkin viloyatlar kesimida. Xuddi shunaqa tumanlar kesimida ham chiqarsak bo'ladi yoki turlari bo'yicha. Xo'p, endi bunga turni qo'shamiz xuddi shunaqa. Demak, summarize ni bosamiz. Bu yerda biza faqat maydonni hisoblasak bo'ldi. Maydoni mana summa dedik. Misol uchun, xo'p, viloyat bo'yicha turini ham alohida ko'rsatdimiz. Mana issiqxona turini chiqarib beradi. Ya'ni har bir viloyatda shu issiqxona turi necha gektarligini ko'rishimiz kerak. OK ni bosamiz. Mana statistika 2 bo'ldi. Buni ham atribut jadvalini ochib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, mana Andijonni tanlayman. Andijonda null degan, ya'ni ma'lumot kiritilmagan holat ham bor ekan. Demak, Andijonda gidroponika 6 ta kiritilgan ekan. Tuproqda 120 ta, 23 gektarga 216 gektar. Har birini xuddi shunaqa ma'lumoti bor. Buni keyinchalik Excelda olib qayta ishlasa ham bo'ladi. Xuddi shunaqa, masalan, deylik, biz umuman sabzavot bo'yicha ko'rmoqchimiz. Bu yerda demak, maydoni summa turadi. Sabzavot bo'yicha qanchadan ma'lumot borligini har bir sabzavot turi bo'yicha ko'rib o'tamiz. Demak, mana sabzavot turini bosadigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin. Mana null, ya'ni ma'lumot kiritilmagani ham bor ekan, lekin pomidor qancha kiritilgan, ko'katlar qancha kiritilgan, kartoshka qancha borligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
Xuddi shunaqa Summarize'da bemalol ishlab ko'rsanglar bo'ladi. Yana undan tashqari Summarize'da parametrlarni ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda sum, min o'rtacha, minimal, maximum, range, standard deviation, count, first, last, median degan joylari ham bor. Uniklari ham bor. Buni statistika bilan ishlaganlar bo'ladi. Xohlaganini foydalansa bo'ladi. Mana bu yerda boya ko'rganimizdek, masalan, maydoni bo'yicha summasini hisoblashimiz mumkin, o'rtachasini hisoblashimiz mumkin, minimal, maksimalni hisoblashimiz mumkin. Bu yerda esa yana qo'shimcha qaysi atribut ustun bo'yicha shakllantiraylik shu ma'lumotni, shu ko'rsatilgan. Endi bu bizga tahlil uchun kerak edi. Endi vizualizatsiya qilib chart, diagramma ko'rinishida ko'rsatmoqchimiz deylik. Uni qanaqa qilsak bo'ladi? Uning uchun mana biz atributni tanlaymiz. Buning ichida data degan qismi bor. Datada chart degan qism bor. Masalan, bar chartni ko'ramiz. Bar chartda ochganimizda bizda mana qatlamli ustida tanlovdik. Bu yerda qaysi bir bo'yicha kategoriya yoki date ko'rsatishimiz kerak. Masalan, kategoriya deylik. Bizda viloyat edi. Kategoriya viloyat tanlasak, bu ko'rinishda chiqdi. Endi viloyat bo'yicha nimani chiqarmoqchimiz? Summasini mana bu yerda maydonni ko'rsatamiz endi. Ya'ni maydoni atribut ustun bo'yicha summasini ko'rmoqchimiz. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, ma'lumotlar turibdi. Buxoro viloyatida 900 gektar, Farg'onada ham hammasi bor. Endi sortirovka qilish mumkin buni. Sortirovka qilish deganda mana bu yerda qanaqa sortirovka qilamiz? Masalan, o'sish va kamayish bo'yicha bor. Bu qiymati bo'yicha, mana bu nomi bo'yicha. Mana bu yerda A harfi bilan alfabet bo'yicha qildik. Ya'ni X o'qi bo'yicha va Y o'qi bo'yicha, Y qiymati nazarda tutilgan. Bemalol bizda mana shunaqa o'zgartirsak bo'ladi. Undan tashqari bu yerda label bar degani ham bor. Label barda mana bu ko'rinishda biza qiymatlarni chiqarib qo'ysak bo'lardi. Bu hozircha kerak emas. Mana series qismi bor. Bizda axis bor, guides qismi bor, format bor. Masalan, formatini turli xil o'zgartirishimiz mumkin. Simvollarni ham qo'shimcha nima, masalan, X da title'ga necha shriftda bo'lsin, qanaqa rangda bo'lsin, hammasini bu yerda ko'rsatsak bo'ladi. Mana ko'rishimiz mumkin. X o'qi bo'yicha. Kelinglar endi Y o'qi bo'yicha ham sum of deb turgan ekan. Buni ham o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, qizil rangda deb. Mana qizil rangda bo'ldi. General qismida o'sha mana bu sum of maydonini o'zgartira olamiz. Xohlasak olib tashlaymiz. Xohlasak buni ham olib tashlaymiz. Mana ko'rishimiz mumkin. Har birini yozsak bo'ladi. Xo'p, o'sha o'lchamlari, minimal, maksimal qiymatlari bor. Bularni ko'rib o'tdik. Xuddi shunaqa biza data qismiga kirib turib yana line chart ham qilsak bo'ladi. Misol uchun line chart qiladigan bo'lsak, bizada date or number tanlash kerak. Masalan, create date ni tanlaymiz. Create date bo'yicha kiritilgan obyektlarni sonini ko'rsatib beryapti. Soni ham bo'ladi. Mana qaysi sanada qancha kiritilgan hammasi bor. Smooth line qilsak, silliqroq ko'rsatadi. Label line qilsak, mana bu ma'lumotlarni ham chiqarsak bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqa formati bor. Formatini o'zimiz xohlagandek o'zgartirsak bo'ladi. Asosan buni tahlil qilganlar yaxshiroq biladi. O'zi Excelda ham shu ishlarni qilib ko'rgan bo'lishinglar kerak. Xuddi shunaqa pie chart ham bor. Misol uchun pie chartga biz sabzavot turi bo'yicha chiqarishimiz mumkin. Mana sabzavot turi bo'yicha qaysi atribut ustuni, masalan, yo soni yoki maydonni, kelinglar maydonni olamiz. Mana bu ko'rinishda ko'rsatib beradi. Bu yerda endi slice qismida biz mana bu yerda har birini rangini o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, bodringga yashil rang qo'yishimiz mumkin yoki mana bunaqaroq rangni qo'ysak bo'ladi. Pomidorga o'sha qizil rang yoki pushtiroq rang bemalol o'zgartirib mana bu ko'rinishda chiqarsak bo'ladi. Series ham uncha shart emas, mana buni ham mana salgina o'zgartirsak bo'ladi. Xo'p, xuddi shunaqa bu yerda biz turli xil chartlarni ishlasak bo'ladi. Excelda qilinadigan ishlar hammasi shu yerda bor. Endi men bulardan chiqib ketaman. Bu umuman nima uchun kerak? Faqat ko'rish uchunmi degan savol bo'ladi. Masalan, men mana buni ochadigan bo'lsam, bu yerda ma'lumot bor. Demak, keyingisi sum of maydoni turibdi. Bu ham mana turibdi joylashgan. Biz agar vizualizatsiya qiladigan payt layout yaratsak, masalan, insert deb new layout qilishimiz mumkin. Misol uchun A4 albomniga birorta karta qilmoqchi edik. O'sha A4 albomniga buni ham chiqarib ko'ramiz. Demak, birinchi insert qismida biz map-frame ni chiqaramiz. Hozircha kartamizda hech narsa yo'q. Lekin mana bunaqa ko'rinishda joylab qo'ydim. Xo'p, endi
bu hozircha unchalik muhim emas edi, mayli. Endi biza qo'shimchasiga chartlarni chiqarsak, misol uchun chart frame degan joyga sum of maydoni degani bor. Buni mana bu yerdan chiqarib qo'ysak bo'ladi, mana bu ko'rinishda. Xo'p. Bu yerda mana bu hozir salgina o'zgarib ketibdi. Joyiga tushdi, mana chiqdi. Endi bu yerda o'lchamlari, bir ikkita narsalar farq qilishi mumkin. Buni yana qaytadan mana bu yerdan o'zgartirib olsak bo'ladi. Masalan, deylik, bizga X va Y dagi title kerak emasda. Xo'p, series qismi bor, axis bor ekan, guides. Mana formatda biza title qanaqa bo'lsin? Mana chart title 16 deb qo'yilgan ekan. Buni xohlasak biz 10 ga tushirib qo'ysak bo'ladi. Yozuvlari ham xuddi shunaqa. Yozuvlarni ham legend text bor, mana description, all textlar uchun, hammasi uchun biza o'zgartirsak bo'ladi buni. Bemalol muammo bo'lmaydi. Demak, buni mana hozircha chiqarib ko'rdik. Xuddi shunaqa biza boyagi qolgan chartlarni ham kartamizga qo'shsak bo'ladi. Albatta razmerini va o'lchamlari bilan ozgina ishlashimiz kerak. Mana bu yerda ham chiqdi. Xuddi shunaqa boyagini jadvalni ham chiqarsak bo'ladi. Masalan, deylik, mana bu yerdan men bitta jadval chiqarib qo'yaman. Ya'ni jadvalimizda boyagi issiqxona bo'yicha buni ustiga 2 marta bosaman. Xo'p. Demak, map frame bo'ldi. Qaysi table bo'yicha? Issiqxona bo'yicha. Issiqxonaning qaysi biri atributdagi ma'lumot ko'rilsa, shularni ham bu yerda sozlab ketsak bo'ladi. Qo'shimcha nastroykalari bor, mana sozlamalari. Bu yerdan ham biza keraklicha o'zgartirsak bo'ladi. Xo'p, endi mana bu yerda chiqaradigan payt table frame'ni shablonlari bor. Bundan bemalol foydalanasizlar. Mana visible rows bor, all rows bor. Agar biza visible qiladigan bo'lsak, mana bu yerdan issiqxonani atributdan, ya'ni propertiesdan kiramiz. Xo'p. Bu yerda yaxshisi biza dataga o'tib turib fieldsga kiramiz. Shundan keraksizlarni olib tashlasak bo'ladi. Misol uchun keraksiz deganda mana bu yerda visible degan joy bor. Object ID kerak emas. Mana ko'radigan bo'lsak, create'lari ham kerak emas. Issiqxona turi mana shu ma'lumotlar qoladi desak, mana jadvalimizda endi ko'ramiz o'zgarishini. Mana jadvalimizda o'zgarish bo'ldi. Faqat jadvalimizda endi mana bu ko'rinishda qilsagina barcha ma'lumot chiqadi. Xo'p, buni men teparoqdan joylashtiraman. Bizga hozircha mana bu map frame kerak emas. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana shuncha ma'lumotlar borligini. Ya'ni xuddi shu ko'rinishda ma'lumotlar bor. Bu yerda ikkita bo'lib qoldi. Mana issiqxona turidan boshlanib kelgan, yonma-yon tushibdi. Biza mana bu ko'rinishda jadvalni olib kelib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, xuddi shunaqa biza chartlarni xohlaganda ishlatsak bo'ladi. Boya aytganimdek, ma'lumotdan kelib chiqib turib chartlarni biza qo'ya olamiz. Demak, data qismida mana chart bor edi. Har bir tayyorlagan chartimiz mana bu yerda joylashib turibdi. Endi mana bu yerda ham tablelar turibdi. Xohlasak biza mana bu joyga issiqxonani o'rniga, demak, issiqxona statistik birni chiqarsak bo'ladi. Ya'ni hududlar kesimida qancha chiqqanini. Endi bu yerda atribut ustunlari har xil turgan bo'lishi mumkin. Bu hozircha noqulay tug'dirib turibdi. Shuning uchun nima qilamiz? Mana bu yerga kiramiz, propertiesga kiramiz. To'g'rirog'i birinchi ochib olamiz. Open dedik. Buni fieldsga kiramiz. Bizda object id'ni olib tashlaymiz, frequency'ni olib tashlaymiz, count'ni ham olib tashlaymiz-da. Mana bu yerda maydoni deb qo'yaman, mana. Xo'p. Ko'radigan bo'lsak, mana jadvalimiz ham ushbu ko'rinishda bo'ldi. Endi jadvalimizda sal formati to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, uni biz yoki mana bu yerdan o'lchamlarini to'g'rilashimiz mumkin, yoki mana bu yerdan boshqa shablonni tanlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun mana shu shablon. Demak, mana boshqatdan bu yerda mana buni tanlasak, mana bu ko'rinishda jadvalimiz hosil bo'ldi. Mana ko'rishimiz mumkin.
Bu o'sha Excel dastursiz ham shu yerda mana shu ishlarni bajarsa bo'ladi degani. Xo'p, yana qo'shimcha tarzda row limit degan joyi ham bor ekan. Nechta row bo'lishini bu yerda ko'rsatamiz. Masalan, 500 ta, 600 ta bo'lsa, boshlang'ich 10 ta, 15 tasini ko'rsatmoqchi bo'lsak, mana bu yerda kiritib qo'ysak bo'lar ekan. Fields'larni ham mana show properties qiladigan bo'lsak, bu yerda tekstlarni, boshqa ma'lumotlarni, chegarasi, o'lchamlarini, rangini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, yana mana bu yerda minimum font size bor ekan. Xohlasak sortirovka qo'yishimiz mumkin. Masalan, sortirovkani viloyat bo'yicha sortirovka qilgin deymiz. Mana T harfi bilan bo'ldi. Agar unaqa qiladigan bo'lsak, o'sha Q harfiga borib qoldi. Xo'p. Yana xuddi shunaqa bu yerda boshqa sortirovkani ham qo'shsak bo'ladi. Balans kolon deganda shu teng 2 ga bo'lib olish nazarda tutiladi. Misol uchun mana bu yerda mana bu ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, bir xil bo'laklarga bo'lib olish nazarda tutilgan. Mana. Xo'p. Demak, buni bosadigan bo'lsak, mana bu ham joylashdi. Keyin o'sha biza bilgan o'lchamlar, masalan deylik, buni kichikroq qilib qo'yamiz. Buni orqa fon, rang, umumiy chegara bermoqchimiz. Masalan, cell borders bor ekan, bu ranglar qora bo'lsinmi degan. Ya'ni chiziqlar. Xohlasanglar buni ko'k qilib qo'yinglar. Endi o'zingizlarga mos rangni tanlab. Xuddi shunaqa heading tekstlarning rangi, rowlar masalan sariq bo'lib turibdi, xohlasanglar sariqni bu yerda mana bu ko'k rangga o'tkazinglar. Farqi yo'q. Ya'ni bemalol bizni Excel'dagi ishni shu yerda qilsak bo'ladi. Endi tekst simvollar bor. Bu tekst simvollar bilan sizlar tanishisizlar. Xo'p, asosiy ko'rmoqchi bo'lgan statistikamiz shulardan iborat edi. Buni takrorlab chiqsanglar, sizlarga juda qo'l keladi deb o'ylayman.